Assalomu alaykum qizlarjonlar, kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun sizlarga ajoyib bo'lgan go'shtli rulet tayyorlab ko'rsataman. Bu shohona taomimizni mehmonlaringiz kelganda yonlariga qo'yganingizda sizni aslo uyaltirib qo'ymaydi. Ishni ruletimiz ichidagi masalliqlarni pishirib olishdan boshlaymiz. Bizga tuxum, sir, mayonez kerak bo'ladi. Tuxum 6 ta solgandim, yana 2 ta qo'shib 8 ta qilib, tuxumlarimizni tuz bilan yaxshilab aralashtirib oldim. Ustiga mayonez, qirg'ichdan o'tkazilgan sirlarimizni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Oldindan duxovkamizni yoqib qo'yamiz. Duxovkamiz isib turishi kerak. Massamizni ikkiga bo'lib oldim. Ikkita rulet qilganim uchun pergament qog'ozini ustiga qo'yib, duxovkaga pishirishga jo'natamiz. Farshim bilan birga evitilgan nonni ham o'tkazib oldim. Ustiga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, ziravorlar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ruletimni go'shtini ikkiga bo'lib oldim. Ikkita rulet qilish uchun farshlarimizni ikkita salfan paket o'rtasiga qo'yib, yoyib olamiz. Yoyilgan farshimni ustiga pishib chiqqan tuxumlarimizni solib, rulet shaklida o'raymiz. Ruletlarimiz yaxshi o'ralgandan so'ng videoda ko'rsatilgandek qilib yaxshilab aylantirib olasiz va paketidan yechib listimizga joylashtirib olamiz. Tayyor ruletlarimizni duxovkamizga pishguncha jo'natamiz. Garnir uchun kartoshka fridan foydalandim. Ovqatim ham tayyor bo'ldi. Yoqgan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Qaytgancha kommentariyada o'z fikringizni ham qoldiring.